Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana biz yangi ixtiroyimiz Xudo xolis to'qishga tayyor bo'ldi. Ancha to'qib ham qo'ydik. Mana ayrim joylarni ko'z tomamiz qo'l bilan bekitib turilibdi. Do'kon holatini ko'rsizlar. O'zi to'qiydi. Xudo xolisa yaxshi chiqdi mana. Chiroyli to'qitdi mana. Xo'p. Soat 14:00 da boshlangan. Hop. 7 soat ichida ancha to'qishibdi. Taxminan bir 35 metrcha bor bu yerda. Bu olachamiz. Shu podvalga o'rnatib qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Ag'langan, tevalangan ko'z tomamiz.